Assalomu alaykum. YouTube kanalimiz a'zolari va yangi kirib kelayotgan a'zolar, tinglovchilar. Bugun sizlarga kompyuter haqida bir hozirgi umumiy bir tushunchani bermoqchiman. Kompyuter bu o'zi nima? Kompyuter bizga nega kerak? Va kompyuter boshlang'ich nuqtalari nimalardan iborat? Mana shu to'g'risida bir qisqacha ma'lumot berib o'tsam-da, kompyuter arxitekturasi, buni o'zingiz internetdan ko'rib olasiz. Kompyuter haqida ma'lumot, kompyuter nechinchi yil chiqqani va u kitobdagi gap so'zlarni aytib yana boshingizni qotirmayman. Ko'proq asosan bugun kompyuter olish istagi bo'lganlar va kompyuterga nimalarga e'tibor berish kerakligi to'g'risida ma'lumotlar beraman. Ma'lumotlarimizni bir boshdan berib boshlayman. Bugun darsligimizda men o'sha kompyuterlarni bir boshdan boshlab yangi foydalanuvchilarga bir qo'llanma sifatida o'rganishiga qanaqadir bir o'sha material tayyorlab berish uchun harakat qilmoqchiman qo'limdan kelgancha. Agar xato va kamchiliklari bo'lsa uzr so'rayman. Vaqt kelib bizdan kattalar bir yangiliklar chiqarib, bu odam buni bunday xato aytganida bunday emas, bunday bo'ladi deb to'g'rilab aytsa yaxshi bo'lardi. Demak, o'zi boshladik. Demak, o'zi kompyuterlar notebook va uy stol kompyuterlari hisoblanadi, katta protsessor kompyuter. Endi o'zimiz tilda aytyapman-da. Va serverli kompyuterlar. Endi bizning hayotimizda uchraydigani, ko'proq o'zimiz bilan birga yuradigani uy kompyuteri, ya'ni stol kompyuteri va notebook. Ochilib yopiladigan shu o'zimiz ko'rgan notebook. Bizga murojaat qiladigan saytlarimiz, serverlarimiz bular serverli kompyuterlarda turadi. Ular juda ham katta hisoblanadi. Shkafday va undan ham katta shaklda. Buni shaklini nima uchun aytayapman? Ko'zi ko'rmaydigan shaxslar uchun bu. Sog' insonlar buni tushunadi, uni biladi. Hop, endi notebookimiz yoki домашний platamiz, uy kompyuterimiz ichi. Katta korpusdan iborat case bo'ladi. Case ichiga platalar joylashtirilishi uchun maxsus boltlar qotadigan maxsus teshikchalardan iborat bo'lib hisoblanadi. Hammasini o'zini o'rni bor. Masalan, cooler qo'yiladi, питание qo'yiladi, materinskiy plata qo'yiladi, ona plata, vint, DVD, ROM, SSD hokazolar qo'yiladi. Endi bu yerda питание asosan ichkariga kerakli platalarni kerakli qismlariga tok taqsimlab beradigan plata bo'lib, питание bo'ladi. Materinskiy plata esa o'zida barcha sxemalarni birlashtiradi va barcha qurilmalarni birlashtiradi va barcha qurilmalarga vazifalarni o'sha питание BIOS tizimi o'rnatiladi. Flash pamitchasi bo'ladi kichkina platada. O'sha platada BIOS funksiyasi bor. Bu kompyuter boshlang'ich nuqtasi hisoblanadi biz uchun. Ya'ni platalarni dagi ulangan qurilmalarni aks ettirib beradi va kompyuterimiz yonishi uchun, ishga tushishi uchun boot sektorlari bor. Boot sektorlarini ishga tushirib berish uchun xizmat qiladi. Men o'zim bilganimcha aytib o'taman, balki bundan katta ustalarimiz norozi bo'lmasin, iltimos. Men o'zim bilganimcha aytayapman, har bir fikr yashashga haqli. Qo'limdan kelgancha hammaga tushuncham berishga harakat qilaman. Endi bu
BIOSni ishlatib turuvchi tangadek batareykachasi bor. Bu batareyasi BIOSni harakatlantirib turadi. Ya'ni vaqtini, soatini, temperaturasini, bot sektoridagi biz qo'ygan vazifalarni advanced yoki main bo'limidagi biz buyurgan buyruqlarni eslab turuvchi flash pamitni harakatga keltirib turuvchi BIOS batareyachasidan iborat bo'ladi. Endi plataga nimalar ulanadi? Hozir men BIOS to'g'risida yana boshqatdan to'xtalib o'taman. Plataga pitaniyadan kelgan tok ulanadi va kullerlarga tok platadan chiqadi. AZU operativniy запоминающее устройство, ya'ni bu tezkor xotira degani bu plataga kiritiladi. O'zining yo'li bor. Ba'zi platalarda 2 ta, ba'zi platalarda mashinaroq platalarda, yaxshiroq platalarda 4 ta. Adashmasam 4 ta bo'lishi kerak. Ba'zi eski platalarda ham 4 ta ko'rganman. Endi SATA kabelli, ATA kabelli platalar bor. SATA kabelli kichkinagina 2 ta simchadan iborat, ATA kabelimiz shlift, qalin. Demak, qalin emas, bunda enli. Shunaqa platalar bor. Va mikroprotsessor. Kichik mikroprotsessor, ya'ni kichik xotira, buni miya deymiz. Buni mikroprotsessor ustiga kuller o'tkaziladi. Ya'ni mikroprotsessorni sovutib turish uchun. E'tibor bering, buni mikroprotsessor o'rtasida smaskasi bo'ladi, yaxlatib turuvchi, ya'ni kelayotgan sovuqni yaxlatish maqsadida smaskasi bo'ladi. O'zidan o'sha smaskasi surtilgan bo'lishi kerak. Keyin kullerlarni yog'latib turishimiz kerak. Bu tak mikroprotsessorni aytdik. Endi video kartaga maxsus joy bo'ladi va встроенный video kartasi bo'ladi platani o'zida va video kartaga va звуковой kartalar qo'shimcha qo'yishga joylar bo'ladi yoki o'zining o'sha ajratilgan joyi bo'ladi platada. Keyin DVD-ROMga va hard disklar, ya'ni qattiq disk HDD deyiladi bu, hard disk drive. Kengaytmasi. Bu doimiy xotira. Bunga keladigan tok platadan keladi. Xullas umuman olganda bir inson deydigan bo'lsak, insonning a'zolari, yuragi deydigan bo'lsak, o'shanga ulanadi hamma narsa plata. Demak, bu ona plata deyiladi. Hamma qurilmalarimiz ana shu matriska platada qurilmalar mujassam bo'ladi. Demak, hamma narsalar qo'yildi, terildi standart bo'yicha va keysni yopdik. Keysda bo'ladi orqasida ekranni ulaydigan qismi, pitaniya, tepada pitaniya qismiga ulanadigan tok 220 voltli tok ulanadi. Klaviatura 4 ta USB o'rni bor, USB bir xilda USB 2.0, bir xilda USB 3.0, bir xilda USB 3.1 hokazo. USB portiga klaviatura, mishka ulanadi. Ba'zi birlarida PK kabeli bor, PC kabel deyiladi, eski mana aylana. Va pastda 3 ta naushnik, kamera yoki naushnik, line vhod, ya'ni muzikani translate qiladi bir nima ulab va mikrofon qismi bo'ladi, naushnik qismi, ovoz chiqaradigan. Bu orqa qismi va pastda video kartasi, qo'shimcha video kartaga ulanishi mumkin. Bo'ldi. Oldi tomonida hozir bir joylashib olamiz. Tak, oldi tomonida
ikkita USB sal tak ikkita USB o'rtasida har xil holatda bo'ladi, bir xilda tepada, bir xilda pastda, bir xilda o'rta qismida bo'ladi. Bu keysning joylashish tartibiga bog'liq. Bittasi mikrofon, bittasi naushnik. Va DVD-romni kirgizib chiqaradigan, agar DVD-rom qo'yilgan bo'lsa, DVD-romni kirgizib chiqaradigan knopkasi. Endi e'tibor bering. Power knopkasi va qayta ishga tushirish knopkasi, ya'ni kompyuterni yoqish va qayta ishga tushirish knopkasi bor. Har qanaqa keys bo'lishidan qat'iy nazar, har qanaqa shaklda kattaroq joy egallab turgan klavish power klavishi hisoblanadi. Ya'ni kompyuterni yoqish klavishi. Kichkina dumaloq, u ham har qanaqa shakl bo'lishi mumkin, ammo kichkina перезагрузка knopkasi. Masalan, kompyuter gapirmay qolsa yo qotib qolsa, перезагрузка knopkasini bosish bu xato hisoblanmaydi. Kompyuter yonib turgan holatda power tugmasini bosib o'chirish yo orqasidan pitaniyasini sug'urib qo'yish bu xato hisoblanadi. Har doim завершение работа qilib o'chiriladi. Demak, bu домашний platamizni, ya'ni uy kompyuterimiz, stol kompyuterimiz haqida ma'lumot edi. Endi notebook bu o'zimiz biladigan ochilib yopiladigan krujkasi bor tepasida, o'zi qatori ekrani ochiladi. Har xil notebooklar bor. Aylana, masalan, ekranni orqasiga keltiriladigan, surib ochilib yopiladigan notebooklar bor. Yarim ochiladigan notebooklar bor. Ekranda, demak, ekran qismi to'liq, ekran tepasida fotoapparat va mikrofon joylashgan bo'ladi. Ba'zilarida tepada, ba'zilarida pastda, ba'zilarida mikrofoni boshqa joyda bo'ladi, hozir aytaman. Ekran qismi ketdi. Endi pastda klaviatura qismi, o'rtasida pastda klaviatura qismi va undan ham pastroqda kompyuter haqidagi ma'lumotlar, kompyuter modellari yozilgan bo'ladi va touchpad bo'ladi. Touchpadning yonida ba'zilarida, yangi zamonaviylarida отпечаткasi bo'ladi. Va ba'zilarini chakka klaviaturaning girdida mikrofon qismi joylashgan bo'ladi. Tak, endi yonboshida va orqasida havo chiqaradigan qismi orqasida va yonboshida bo'ladi. Ba'zilarnikida esa havo chiqaradigan qismi bo'lmaydi. Yangi zamonaviy kompyuterlarda shunaqa bo'ladi. Mayda bo'ladi. Ularda ham endi lekin bir eski modeldagidek bo'rtib chiqqan bo'lmaydi. Ular endi kuchli menimcha freon kullerlar bilan jihozlangan bo'lsa kerak. Damashq kompyuterlarda ham freon kullerlar qo'yish mumkin. Demak, yonboshida zaryadga tiqadigan yoki orqasida bo'ladi. Bunda ham 3 ta USB yoki 2 ta USB va Type-C kabel zamonaviylarida va RJ45 kabel kiradigan internet lokal seti. Ba'zilarida DVD-rom bo'ladi, ba'zilarida DVD-rom bo'lmaydi. VGA kabeli kiradi. Keyin HDMI kabel kiradi. Demak, bittasiga monitor ulash mumkin. Demak, bu qismini ham shunday notebookni va pastda oddiy mana bu mikro fleshkalar qo'yiladigan adapterlar, o'zi katta adapterlar kiradigan bo'lishi mumkin. Katta adapterga o'xshash fleshkalar bor-ku, shunaqa eski zamonaviy, eski talqindagi fleshkalar. Va pastida ikkita switch, bitta switchasi bo'ladi. Adashmasam, o'sha zaryad ketayotganligi, zaryad olayotganligi belgisini beruvchi switch bo'ladi. Demak, bu tomonlar notebooklarni ham qisqacha tushundik. Tashqi ko'rinishni, ichki ko'rinishida shu materinskiy plata, klaviatura, Wi-Fi, Bluetooth adapter, встроенный видеокарта,
azu bunda ham vent qattiq disk, kichkinagina shaklda ikkita lotok, ya'ni azu qo'yiladigan, vent qo'yiladigan ikkita lotok, bir xillarda bitta DVD-ROM o'rni, va hokazo. Mana shular bo'ladi. Demak, bularni ham tushundik. Endi bularni to'liq tushunib yetdik va mana shu videomiz kimgadir yoqqan bo'lsa like bosing. Agar kimgadir yoqmagan bo'lsa, fikr mulohazalarni kommentariyada qoldiring. Endigi darsliklarimizni kuzatib boring.